Allohi va barakatuh. Aka-ukalar, ustakalarga bir ajoyib sovg'amiz bor. Bu ustalarimiz ko'z tegmasi qo'lda chayishayotgan ekan. Ko'rib qoldik. Bozorga borib sirasi mana uni olib keldik. Kelinglar-da ko'rsataman. Ustaga nima qilyapsiz? Usta. Endi nima qo'lda chayayapsiz? Texte. Ey bola, texte. Sizga mana qasdan olib keldi yangisini. Ko'rsatib qo'ying operator. Bunda chayini emas aqilib. Qo'lda ham chayalimi? Hay maşallah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aka-uka, opa-singillar, biz Jannat qasrlari loyihasimiz har doimgidek Alloh fazli bilan mana boya sizlarga ko'rsatib o'tdik. Videolarimiz davomida ikkita magazinchi aka-ukalarimiz shpaklovka, rodbin, kafelniklarimizni berdi. Maşallah, Alloh taolo qilayotgan tijoratlariga o'zi fayz barakot bersin. Hammamizga Alloh taolo shunday berguvchi qo'llardan qilsin. Alloh rozi bo'lsin. Hashar akalarimiz kelib, bugun qurilishimizda katta bir ish jarayoni boshlandi inshaalloh. Shu 1-2 kun ichida bitib qoladi-yu. Ulgib qolinglar bolalar. Porter akamizdan Alloh rozi bo'lsin. Qaranglar, magazinchi akalarimiz qancha narsalar berib yubordi, maşallah. Operator maqi yurinchi bir uylarni ko'rsatib qo'yaylik, nima ahvol bo'lyapti. Eshikni gaplashishlar bugun keladimi? Maşallah. Mana inshaalloh toshlar boshlanyapti. Ko'rib turganlar, mana stashkalarni quyib qo'ydik. Maşallah. Uylar mana chiroyli bo'lib, uy sifati kirib, maşallah chiroyli bo'lib qoldi. Akalar, homiylar uchun endi mana shpaklovka, rodbullar keldi bizda. Aboylarimizga navbat kelib qoldi. Aboyga hissamiz qo'shib olamiz degan aka-ukalar 0558 bilan 088 400 raqamida ham bankimiz bor. Bu xunaqa bo'lib chiqadi. Mana shu nomerga yerinsa qilib qo'ysak qo'ysangiz ham bo'laveradi va bizga telefon qilib turib, uka, yo aka, mana do'konga kelib ketib qoldi siz ham, biz borib olib ham buni, maşallah. Yuringlarmi? Qani buni ustolovka qilyapsizmi? Chay bersin mana uni. Ate sizga olib kelgan apparatlarni. Maşallah. Hasharcha aka birinchi tosh olyaptimi? Hasharcha akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Ehson qilgan aka-ukalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Haqlariga duo qilib qo'yinglar. Maşallah, hammamizga Alloh taolo berguvchilardan qilsin. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.